Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: ey Qur'on ahli, vitr namozini o'qing, Alloh toqdir, toqni yaxshi ko'rur dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mo'min musulmonlarga ey Qur'on ahli deb murojaat qilishlari, vitr namozini o'qing deb amr qilishlari bu namozning vojib ekanini, o'qimasa bo'lmasligini ko'rsatadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vitr har bir musulmonga haq vojibdir deganlar. Yana vitr haq vojibdir, kimki vitr o'qimasa bizdan emas deganlar. Hanafilikda vitrni vojib deb belgilanishining o'zi ushbu mazhabning afzalligini isbotlaydi. Mazkur mazhab vakillari vitrni vojib deb ado qilar ekan, boshqa mazhab vakillaridan ko'ra ibodat ko'proq ekanini ham isbotlagan bo'ladi.